Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yurakning auskultatsiyasi, tonlari va shovqinlari haqida gaplashamiz. Sizlar bilan KardioMind kanali asoschisi Choriyeva Dilnoza. Demak, boshladik. Yurakning auskultatsiyasi qanaqa tekshiruv usuli hisoblanadi? Bu asosan yurakning auskultatsiyasi yurakning faoliyatini baholash uchun muhim fizikal tekshiruv usuli hisoblanadi. Bu tekshirish usuli yordamida, demak, klapanlarning holati baholanadi, yurakning ritmi haqida ma'lumot beradi va qon oqimi qanaqa, normadagidaymi yoki odatiy holatda qon oqimi bo'lyaptimi, o'sha haqida ma'lumot beradi. Demak, yurakni auskultatsiya qilishdan asosiy maqsadimiz nima? Yurakning ritmini aniqlash bo'ladi. Ya'ni ritm regulyarmi yo noregulyarmi? Yurakning klapanlar ishini baholash, klapanlar yaxshi ochilib yopilyaptimi? O'shani bilishimiz uchun va shovqinlar bor yoki yo'qligini bilishimiz uchun. Ya'ni shovqinlar odatda yurak patologiyalarida bo'ladi. Yurak kasalliklar patologiyalarida shovqinlar eshitiladi. Sistola vaqti va diastola vaqti, sistolik va diastolik shovqinlar eshitiladi. Bular haqida hali sizlar bilan batafsil gaplashamiz. Va o'sha yurak yetishmovchiligida yurak yetishmovchilik gumon qilingan vaqtda ham auskultatsiya tekshiruv usullari o'tkaziladi. Demak, bundan tashqari yana tovushning turlari bor. Biz auskultatsiya qilgan vaqtimizda birinchi, ikkinchi tonlarni holat eshitib, ularning holatini baholashimiz mumkin. 3-4 tonlarni ham eshitishimiz mumkin. 3-4 tonlar odatda fizikal tekshiruvda o'sha normada eshitilmaydi, lekin 3-4 ton eshitilsa, bu уже patologiyaga moyilligi bo'lgan holatda eshitiladi. Bular haqida hali sizlar bilan batafsil gaplashamiz. Hozir sizlar bilan, demak, yurakni 5 ta auskultativ nuqtasi haqida mavzumizni davom ettiramiz. Birinchi eshish nuqtasi bu yurak cho'qqisida, ya'ni mitral klapan zonasida eshitiladi. Bu asosan o'mrov suyagini o'rta medial chizig'idan, ya'ni liniya media clavicularis 5-qovurg'a oralig'ida yurak cho'qqisida mitral klapan zonasi bor. Ikkinchi eshish nuqtasi esa bizda o'sha linea parasternalis dexda, ya'ni to'sh suyagini yon chizig'i bo'ylab 2-qovurg'a oralig'ida bizda aortic klapan eshish nuqtasi bor. Uning ro'parasida, ya'ni linea parasternalis sinistrani 2-qovurg'a oralig'ida esa o'pka arteriyasi eshish nuqtasi bor. Va bizda 3 tabaqali klapan, ya'ni trikuspid klapanda eshish nuqtasi linea parasternalis sinistra 4-qovurg'a oralig'ida eshitiladi va undan sal yuqoriroq, ya'ni 3-qovurg'a oralig'ida esa Botkin Erben nuqtasi eshitiladi. Bu o'pka aorta klapanda qo'shimcha eshish nuqtasi hisoblanadi. Asosan bu yerda diastolik shovqinlar eshitiladi. Demak, davom etamiz. Endi bu eshish nuqtalarida o'ziga xos bo'lgan shovqinlar mavjud. Bu asosan kardiovaskular patologiyalar mavjud bo'lganda, ya'ni yurak qon tomir kasalliklari bo'lgan vaqtida bizda auskultatsiya vaqtida eshish nuqtalarida shovqinlar eshitiladi. Demak, biz har bir zonada o'ziga xos sistolik va diastolik shovqinlarni o'rganib chiqamiz. Birinchisi yurak cho'qqisi, ya'ni mitral klapan joylashgan zonada ham sistolik shovqin bo'lishi mumkin, ham diastolik shovqin bo'lishi mumkin. Sistolik shovqin bu nima? Sistolik shovqin bu qorincha qisqargan vaqtda, sistola vaqtida eshitiladigan shovqin. Bu sistolik shovqin. Asosan mitral regurgitatsiyada, ya'ni mitral yetishmovchilikda bo'lar ekan. Bu degani nima degani? Chap qorincha qisqaryapti, qon bizda aortaga chiqishi kerak normada. Lekin mitral regurgitatsiya bo'lganligi uchun, ya'ni mitral klapan yaxshi yopilmagan, yaxshi ochilib yopilmagan hisobiga, ya'ni yaxshi yopilmay qolyapti. Regurgitatsiya bo'lib qolgan, mitral klapan yetishmovchilik bo'lib qolgan. Varoqlari 2 tabaqali-ku mitral klapan, o'sha varoqlar bir-biridan uzoqlashib ketgan. Shuni hisobiga yaxshi ochilib yopilmaydi normadagidek. O'shani hisobiga chap qoncha qisqargan vaqtida qonning ma'lum bir qismi chap bo'lmaga chiqib ketadi. Chap bo'lmaga chiqib ketganligi hisobiga biz sistola vaqtida shovqin eshitamiz. Chunki bu yerda qon oqimi ham aortaga bo'lyapti, ham chap bo'lmachaga bo'lyapti. O'shani hisobiga biz sistola vaqtida shovqin eshitamiz. O'zi normada chap bo'lmachaga qon qaytib chiqmas kerak edi.
qorincha qisqargan vaqtda. Lekin bunda qon chiqqani hisobiga shovqin eshitiladi. Endi diastolik shovqin ham mavjud. Yurak cho'qqisi, ya'ni mitral klapan zonasida diastolik shovqinni qachon eshitamiz? Qachonki mitral stenozda. Ya'ni taxminan mana shu yerda mitral klapan joylashgan bo'lsa, mitral klapanda demak agar yaxshi ochilmasa, ya'ni stenoz bo'lib qolgan bo'lsa, chap bo'lmachalarga qon odatdagidek erkin chap qorinchaga o'ta olmaydi, ya'ni qon oqimi buziladi. Bu yerda turbulent oqim bo'ladi, qiynalib o'tadi stenoz hisobiga. O'shani hisobiga demak diastola vaqtida, ya'ni chap qorincha kengaygan bo'ladi-ku. Chap qorincha kengaygan vaqtda biz turbulent oqimda eshitamiz mitral stenozda va bu hisobiga diastolik shovqin eshitiladi. Bu vaqtda chap qorincha dam olayotgan diastola vaqtidagi shovqin bo'lganligi uchun diastolik shovqin deyiladi. Demak, ikkinchi eshish nuqtasi bu aortal klapan eshish nuqtasi. Bunda faqatgina sistolik shovqinlarda eshitar ekanmiz. Demak, masalan, aortik stenozda, aortic valve sklerozda, ya'ni aortal klapan skleroz bo'lib qolganda va flow murmur, ya'ni oqim ko'p bo'lgan vaqtida. Aortik stenozda bizda chap qorincha qisqargan vaqtda, sistola vaqtida qon aortaga katta bosim bilan chiqadi. Lekin aorta klapanda agar stenoz bo'ladigan bo'lsa, bu yerda qon odatdagidek qon oqim normada bo'lmaydi. Stenoz hisobiga turbulent oqim bo'ladi. O'shani hisobiga biz sistola vaqtida shovqin eshitiladi, ya'ni qon qiynalib chiqadi aortaga. Shuni hisobiga bizda sistolik shovqin eshitiladi. Aorta klapan sklerozda klapanda yog' bosganligi hisobiga skleroz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha elastik tollar kamayib, o'rni kollagen tollar ko'payganligi hisobiga qattiqlashib qolgan bo'lishi mumkin. Buni hisobiga ham klapan yaxshi ochila olmaydi va turbulent oqim hisobiga sistolik shovqin eshitiladi. Va flow murmur degani qon oqimi odatda ko'p bo'lsa, ya'ni preload oshib ketsa, ya'ni old yuklama oshib ketadigan bo'lsa, ya'ni o'sha o'ng bo'lmaga keladigan qon miqdori normadan oshib ketadigan bo'lsa, qon bosimi ko'tarilgan bo'lsa, qon oqim oshib ketadi. Shuni hisobiga ham sistolik murmur yuzaga keladi. Ya'ni sistolik shovqin. Uchinchi eshish nuqtasida bu o'pka arteriyasi eshish nuqtasi asosan liniya parasternalis ikkinchi qovurg'a liniya parasternalis sinistran ikkinchi qovurg'a oralig'ida eshitiladi. Bu yerda ham sistolik shovqin eshitiladi. Qachon? Flow murmur, ya'ni qon oqimi ko'p bo'lsa. Qon oqimi qachon ko'p bo'ladi? Qon oqim qachonki o'ng qorinchada qon ko'p bo'lsa. O'ng qorinchada qon qachon ko'p bo'ladi? Qachonki preload oshib ketsa. Umumiy aylanib yurgan qonni hajmi oshib ketsa, flow murmur, ya'ni qon hajmi ko'paygani hisobiga, demak, o'pka arteriyasi eshish zonasida sistolik shovqin eshitiladi. Va ikkinchi holati pulmonic stenosis, ya'ni o'pka arteriyasi agar stenoz bo'ladigan bo'lsa, o'pka arteriyasida bizda o'sha o'pka arteriyasi eshish nuqtasida asosan pulmonar seminal valve, ya'ni pulmonar yarimoysimon klapan bo'ladi. O'sha klapanda stenoz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yaxshi ochilmasa, yaxshi ochilmagan hisobga o'ng qorincha o'pka arteriyasiga qonni chiqarib berish qiyin bo'ladi. Ya'ni bu yerda odatdagidek qon oqim bo'lmaydi, turbulent oqim bo'ladi. Qon qiynalib chiqqan hisobiga bizda sistola vaqtida shovqin eshitiladi. Asosan o'ng qorincha qisqargan vaqtda bu bo'lyapti. Sistola vaqti bo'lyapti, shuning uchun sistolik shovqin deyiladi. Demak, to'rtinchi eshish nuqtasi bu trikuspid klapan, ya'ni 3 tabaqali klapan, asosan liniya parasternalis sinistran 4-qovurg'a oralig'ida eshitiluvchi nuqta. Bu yerda sistolik shovqin eshitiladi, ya'ni sistola vaqtida eshitiladi, ya'ni o'ng qorincha qisqargan vaqtida. Qachon? Trikuspid regurgitatsiyada va VSDda. Trikuspid regurgitatsiya degani 3 tabaqali klapanda yetishmovchiligi. Demak, bizada o'ng qorincha tasavvur qiling qisqaryapti, qon bizaga o'pka arteriyasiga chiqish kerak edi, lekin trikuspid klapan yetishmovchilik bo'lganligi sababli, regurgitatsiya bo'lganligi sababli o'ng qorinchadagi qonda ma'lum bir qism o'ng bo'lmachaga qaytib chiqishi hisobiga sistola vaqti bizda shovqin eshitiladi.
Bu trikuspid regurgitatsiyada eshitiluvchi shovqin. VSD qanaqa shovqin eshitadi? VSD degani o'zi ventricular septal defect degani, ya'ni o'ng qorincha va chap qorincha o'rtasidagi to'siq bo'ladi-ku, septum, to'siqda defekt bor degani. Ya'ni bizda bu tug'ma parok hisoblanadi. Defekt bo'lgandan keyin demak chap qorinchada bosim yuqori bo'ladi. Chap qorincha qisqargan vaqtida qonning ma'lum bir qismi o'ng qorinchaga aralashib ketadi va o'ng qorinchada qon oqimi normaga nisbatan oshadi. O'sha vaqtda bizda eshitganimizda sistola vaqti qorincha qisqargan vaqtida qon o'ng qorinchaga aralashib o'tadi. Qisqargan vaqtda bo'lgani uchun, sistola vaqtda bo'lgani uchun sistolik shovqin eshitiladi bunda. Demak, 5-eshitish nuqtasi, ya'ni botkin erba nuqtasi linea parasternalis 3-qovurg'a oralig'ida sinistra, ya'ni chap zonasini, chap tomonda 3-qovurg'a oralig'ida asosan diastolik shovqinlar eshitiladi. Bundan tashqari diastolik shovqinlar eshitiladi va sistolik shovqin eshitiladi. Diastolik shovqinlardan qaysilar? Aorta regurgitatsiya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni aorta klapan yetishmovchiligi. Qon o'zi chap qorinchadan normada aortaga chiqish kerak bo'ladi, lekin aorta chiqib chap qorinchadan aortaga qon chiqqandan keyin bizda aorta klapan yopilishi kerak bo'ladi, lekin yaxshi yopila olmagani hisobga, ya'ni regurgitatsiya bo'ladigan bo'lsa, aortadagi qon ma'lum bir qismi demak chap qorincha diastola bo'lgan vaqtda qaytib tushadi. Shuning uchun diastolik shovqin deyiladi. Yoki pulmonary regurgitation, ya'ni o'pka arteriyasi, o'pka klapanlarida regurgitatsiya bo'lsa, ya'ni normada o'zi o'ng qorincha qisqaradi, qisqarganda qon o'pka arteriyasiga chiqadi. O'pka arteriyasiga chiqqanda mana bu yerda yarim osmon o'pka klapanlar yopilishi kerak bo'ladi. Yarim osmon pulmonary seminal valve yopilishi kerak bo'ladi. Regurgitatsiya bo'lgandan keyin yaxshi yopilmay qoladi. Bu varoqlar bir-biridan uzoqlashadi. Shuni hisobga yaxshi yopilmay qoladi va o'pka arteriyasidagi pulmonary trunkdagi ma'lum bir qon qaytib o'ng qorinchaga tushadi. Ya'ni o'ng qorincha bu vaqtda diastola, ya'ni dam olayotgan vaqti bo'ladi. Qaytib tushgani hisobiga diastolik shovqin eshitiladi. Va bu zonada sistolik shovqin ham eshitilishi mumkin botkin erba nuqtasida. Qachon? Hypertrophic obstructive cardiomyopathy, ya'ni hipertrofik obstruktiv kardiomyopatiyalarda demak sistolik shovqin eshitiladi. Ya'ni bunda sistola vaqtida bizda chap qorincha qisqaradi. Bizda hypertrophic obstruktiv kardiomyopatiya degani o'sha qorinchalar, ayniqsa chap qorinchani septum qismi qalinlashgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bu yon devorlar qalinlash hisobiga chap qorinchani chiqish yo'li, aortaga chiqish yo'li yopilib qolgan bo'ladi. Obstruktiv degan yopilib qolgan bo'ladi. Yopilib qolgandan keyin past yopilib qolgan bo'ladi. Endi 100% yopilib qolmaydi-yu, lekin 90-95% yopilib qolgan holatda turbulent oqim bo'ladi. Qon aortaga normada chiqa olmaydi, chunki uni yo'l yopilib qolgan. Nimani hisobiga? Hypertrophic obstructive cardiomyopatiyada asosan septum qalinlashi mumkin yoki uning qorinchani devori qalinlashgan bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga outflow trunk yo'li, ya'ni qon tomiriga chiqadigan yo'l torayib qolish hisobiga turbulent oqim bo'ladi. Bu yerda sistola vaqtida bizda shovqin eshitiladi. Demak, auskultatsiya qilishdan asosiy maqsadlardan yana biri bizda yurakda patologiya bo'lyaptimi yo'qmi, shovqin bormi yo'qmi, o'shani aniqlashimiz uchun ham auskultatsiya tekshiruv juda muhim ahamiyatga ega. Demak, biz sizlar bilan endi tonlar haqida gaplashamiz. O'zi bizda normada birinchi, ikkinchi ton bu klapan tonlari hisoblanadi. S1 ton va S2 ton. Bu klapan tonlar. S1 ton qachon eshitiladi? S1 ton bu qorinchalar qisqargan vaqtida mitral klapanga va trikuspid klapanga qon borib uriladi. Ya'ni sistolik tonda bu. Sistola vaqtida bo'ladigan ton va o'sha payt bizda birinchi ton eshitiladi.
qon borib mitral klapan bilan trikuspid klapanga borib uriladi. Qorincha qisqargan vaqtda va bunda sistolik ton, ya'ni S1 ton eshitiladi. S2 ton esa bu diastolik ton, ya'ni qorincha dam olgan vaqtida. Ya'ni qorinchalar bo'shashganda aorta pulmonary semilular valve, ya'ni aorta pulmonary klapan yopiladi. Yopilganda aortadagi va pulmonar trankdagi, pulmonar arteriyadagi qon borib yarim oysimon klapanga urilgan vaqtida S2 ton eshitiladi. Demak, S1 ton bu sistolik ton ekan. S1 ton bu sistolik ton. Buni o'sha mitral klapan va trikuspid klapan yopilgan vaqtda eshitiladi ekan, ya'ni sistola vaqtida. Ayniqsa bu S1 ton mitral klapanda yaxshi eshitiladi. Baland eshitiladi. Agar yurakka biz baho bermoqchi bo'lsak, yurakning holati qanaqa? O'shanga baho bermoqchi bo'lsak, yurak cho'qqisini eshitishimiz kerak. Chunki yurak cho'qqisida S1 ton baland va uzoq davom etib eshitiladi. Endi S2 ton bu diastolik ton hisoblanadi. Bu tonga baho bermoqchi bo'lsak, yurakning bazis qismi, ya'ni qon tomir chiqqan qismini eshitamiz. Ya'ni qon tomir chiqqan qism mana bu qism. Mana bu qism va mana bu qism. Aortal klapan, aortal pulmonary semilular valve, ya'ni aortal klapan eshish nuqtasi, o'pka arteriyasi eshish nuqtasi. Mana shu zonalarda ikkinchi ton yaxshi eshitiladi, deyapti. Demak, bu ikkinchi qovurg'a orali chap tomonda yaxshi eshitiladi. Yana ham yaxshi eshitmoqchi bo'lsak, mana linea parasternalis sinistra ikkinchi qovurg'a orasida o'pka arteriyasida, demak ikkinchi ton yaxshi eshitilar ekan. Endi bizda S3 ton, S4 ton ham bor. Bu normada bu tonlar juda ham past ton bo'lganligi uchun, juda ham past tonda, juda ham past ton bo'lganligi uchun eshitilmasi kerak o'zi. Lekin yurakda qanaqadir patologiya bo'lib, turbulent oqim paydo bo'lsa, bu ton eshitiladi. S3 ton, S4 ton qachonki yurakda patologiya bo'lsa, qanaqadir turbulent oqim bo'lsa, yana eshitiladi. Demak, S3 ton rasmga qarang, yaxshilab e'tibor bilan qarasak, S2 tondan keyin paydo bo'ladi. S3 ton bu diastolani boshlang'ich vaqtida bo'ladi. Diastolani boshlang'ich vaqti. Bu nima degani? Bizda mana chap qorincha tasavvur qiling, qisqaryapti. Mana chap bo'lmacha qisqaryapti. Chap bo'lmacha qisqara boshlaganda bizda chap qorincha diastola vaqtida bo'ladi. Biz aytdik S3 ton, S4 ton bu diastolik ton hisoblanadi dedik. Diastola, demak chap qorincha bunda diastola holatda, ya'ni kengaygan holatda bo'ladi. Dam olayotgan vaqtda chap bo'lmacha qisqaryapti. Qisqargan vaqtda agar chap qorinchada demak end systolic volume, ya'ni oxirgi sistolik hajm normadan ko'p bo'lsa, ya'ni chap qorinchada qon ko'p bo'ladigan bo'lsa, chap bo'lmacha qisqarganda diastolani boshida chap bo'lmacha shunday qisqarib boshladi, qon mana bu yerda masalan normada mana shuncha qon bo'lish kerak bo'lsa, ana endi mana buncha bo'lib ko'payapti. Mana sizlarga hozir mana bu inflammatsiya, mana o'z normada masalan mana shuncha qon bo'lish kerak bo'lsa, endi misol uchun qanaqadir patologiya bor, masalan aortoregurgitatsiya yoki bo'lmasa mitral regurgitatsiyada end systolic volume oshib ketish hisobiga mana shuncha qon bo'ldi. Shuni hisobiga mana bu chap bo'lmacha qisqaryapti. Diastolani boshida, ya'ni qisqarishi bilan bu yerdagi qon mana bu yerga tushib, urilishi hisobiga bizda S3 ton eshitiladi. Tushunarli-a? Demak, S3 ton bu diastolik shovqinda eshitilar ekan. Erta diastolik shovqin ekan. S4 ton esa, S4 ton bu ham diastolik shovqinda eshitiladi, lekin diastolani oxirida, mana S4 ton diastolani oxirida. Ya'ni chap bo'lmacha qisqaryapti, qon tushyapti. Oxirida ozgina qon qolganda chap bo'lmacha bitta qisqaradi. Bitta qisqargan vaqtda oxirgi qon katta bosim bilan kelib shunday qorinchani devoriga urilishi bilan S4 ton hosil bo'ladi. Demak, qorinchani devori, ya'ni mana bu devor qismi qanchalik qalin bo'lsa, gipertrofiya bo'ladigan bo'lsa, bizda S4 ton shuncha baland eshitilar ekan.
Demak, diastolan oxirida S4, diastolan boshida S3 ton eshitiladi. Ya'ni bu qorinchalarning holatiga nisbatan olingan bu tonlar. Shuning uchun S1 ton bilan S2 ton bu klapanlar toni hisoblanadi. S3 ton bilan S4 ton bu klapan toni emas, balki qorinchalar toni hisoblanadi. Ya'ni bu patologiyada eshituvchi ton hisoblanadi. S1 ton bilan S2 ton klapanlarga urilishdan hosil bo'lgan ton. S3 ton demak, chap qorinchada left ventriculumda ortiqcha qon bo'ladigan bo'lsa, chap bo'lmacha qisqargan vaqtda o'sha qonga borib urilishi hisobiga S3 ton eshitiladi. S4 ton esa left atrial, ya'ni left atrium chap bo'lmachani oxirgi sistola vaqtda, oxirgi qisqargan vaqtda qon borib, demak chap qorinchaning devoriga borib urilgan vaqtda S4 ton eshitiladi. Agar o'sha chap qorincha left ventriculum devori hypertrofiya, ya'ni devori qalinlashgan bo'lsa, bizda S4 ton eshitiladi. Endi sizlar bilan demak S3 ton qachon eshitiladi, qaysi patologiyalarda va S4 ton qachon eshitiladi, qaysi patologiyalarda, ular haqida gaplashamiz. Demak, S3 ton bizda diastolan boshida eshitishni gaplashdik. Asosan qaysi patologiyalarda bo'ladi bu? Bu asosan demak aortoklapan yetishmovchiligida. Boya mana gaplashdik. Aortoklapan agar yetishmovchilik bo'lsa, aortic regurgitation bo'ladigan bo'lsa, chap qorinchada demak qon hajmi ko'payib ketadi, oshib ketadi. Shuni hisobiga bizga S3 ton eshitiladi. Chap qorinchada qonni hajmi, end-systolic volume hajmi qaysi kasallikda oshadigan bo'lsa, o'shanda S3 ton eshitiladi. Auskultatsiya qilganda S3 ton eshitiladi. Demak, bu birinchisi aortic regurgitation, aortic klapan yetishmovchilikda. Mitral regurgitation, mitral klapan yetishmovchilikda. Yurak yetishmovchilikda. Yurak demak o'zi o'sha normaga nisbatan masalan bir kunda, misol uchun aytaylik, bir marta qisqargan vaqtida 70 milli qonni chiqarib berish kerak bo'lsa, misol uchun. Lekin 70 milli qonni chiqarib bera olmayapti. Fraksiyasi pasayib ketgan. O'sha hisobga masalan uchun 50, 60, 40 milli chiqarib bersa, demak bu yerda yurak yetishmovchiligi bo'lyapti. Yurakda qon qolib ketyapti, end systolic volume oshib ketyapti. O'shani hisobiga ham S3 ton baland eshitiladi. Yana tiroidosikoza bo'lishi mumkin. Demak, tiroksin gormoni oshib ketgani hisobiga ham demak S3 ton eshitilishi mumkin. Chunki tiroksin gormon agar organizmda oshib ketadigan bo'lsa, bizda taxikardiya bo'ladi. Taxikardiya bo'lgandan keyin asosan taxikardiya va har xil aritmiya holatlari yuzaga kelishi mumkin. Aritmiyalarda esa yurakda demak aritmik holatlarda yurak qonni normadan chiqarib berish fraksiyasi ancha pasayib ketganligi hisobiga S3 ton demak tiroidosikoza eshitilishi mumkin. Keyin yana qorincha dilatatsiyasi, ya'ni qorincha kengaysa. Kardiomiyopatiyalarda ventricular dilatationda, ya'ni qorincha dilatatsiyasi bizda demak S3 ton eshitiladi. Qorincha kengayib ketgan, yaxshi qisqarib chiqarib bera olmaydi, qon qolib ketadi va S3 ton bunda demak eshitiladi. Ya'ni qon oxirgi sistolik hajmga urilib turbulent oqim hosil qilish hisobiga S3 ton eshitiladi. Endi sizlar bilan S4 ton haqida gaplashamiz. S4 ton bizda qachon eshitiladi, qaysi kasalliklarda? S4 ton bizda asosan bu ton o'sha diastolaning eng oxirida chap bo'lmacha sistola vaqtida oxirgi qon kuch bilan chiqib chap qorincha devoriga urilish hisobiga S4 ton eshitiladi dedik. Agar left ventriculum chap qorinchaning devori qanchalik qalin bo'lsa, S4 ton shuncha baland eshitiladi. Lekin qarilarda S4 ton baland bo'lish tabiiy, sababi ularda elastik tonlar kamayib, kollagen tonlar ko'payadi va devor qattiqlashadi. Agar S4 tonga shubha qilinsa, bemorni yonboshlatib, yurakni o'sha ko'krak qafasiga fonendoskopni qo'yib, yurak cho'qqisiga fonendoskopni qo'ysak, S4 ton yaxshi eshitiladi, chunki yurak ko'krak qafasiga yaqin joylashganligi uchun yonboshlagan holatda.
Demak, S4 ton qachon yaxshi eshitiladi? Ya'ni bu S4 ton yaxshi eshitish uchun bizda left ventricle hypertrophy, ya'ni chap qorinchak gipertrofiya bo'ladigan holatlar bo'lishi kerak. Bu masalan restriktiv kardiomiyopatiya bo'lishi mumkin yoki gipertrofik kardiomiyopatiyalar yoki aortostenoz ham bo'lishi mumkin. Aortostenozda ham chap qorinchak kattalashishi yoki arterial gipertenziya, surunkali o'sha arterial gipertenziya kasalliklarida ham chap qorinchak kattalashgan bo'ladi, sababi afterload oshib ketgani hisobiga. Demak, tonlarda gaplashdik sizlar bilan. S3 ton qachon ishlatiladi, S4 ton qachon ishlatiladi, bir-biridan ajratib oldik. Endi tonlar haqida gaplashamiz. Demak, bizada tonlar fiziologik ajralishi degan tushuncha bor. Bu nima? Demak, odatda bizada qorincha qisqarganda biz boya gaplashdik, qon aorta va pulmonar trunk, ya'ni o'pka arteriyasiga chiqadi. Qorincha ikkalasi bir vaqtda qisqarganligi uchun S4 ton demak eshitiladi. Bir vaqtda chiqadi, ikkita qorincha bir vaqtda qisqaradi, qon aorta bilan pulmonar arteriya bir vaqtda chiqadi. O'sha hisobiga S1 ton eshitiladi va bu hech qachon ajralmaydi S1 ton. Lekin S2 ton ajraladi. S2 ton nima edi? S2 ton birinchi qachon eshitilishini gaplashib olaylik. S2 ton auskultatsiya qilganimizda aortal pulmonary seminal valve, ya'ni aortal pulmonar klapan yopilgan vaqtida eshitiladi. Ya'ni qorincha diastola vaqtida S2 ton eshitiladi. Lekin S2 ton ajraladi. Nima uchun? S2 ton ajralishiga sabab bizada qorincha qisqaryapti, qorinchalar qisqaryapti, to'g'ri. Qon bizaga o'sha aorta bilan pulmonar arteriyaga chiqyapti. Chiqqandan keyin ana endi S2 ton chiqqandan keyin o'sha yerda klapanlar yopiladi. Yopilgandan keyin S2 ton demak eshitiladi. Lekin bu S2 ton ajraladi. Sababi bizda qon tomirlarida aorta va pulmonar arteriyada bosim farqi katta. Demak, bizda aorta qon tomiriga chiqyapti qon S2 tonda va demak pulmonar arteriyaga chiqyapti qon. Lekin ikkalasida bosim ikki xil. Aortada bosim katta 130. Pulmonar arteriyada bosim pastroq, ancha past ham bo'ladi 25. Demak, o'shaning uchun yarim osmon klapanlar bir xilda yopilmaydi, ikki xil yopiladi. Ikki xil yopilishiga sabab demak aorta klapan birinchi yopiladi, keyin pulmonar klapan yopiladi. Chunki aorta klapanda bosim baland. Bosim baland, pulmonar klapanga to qon chiqquncha aorta klapanda уже yopilib katta bosim bilan chiqadi. Уже klapan yopilib bo'ladi, uni ketdan keyin pulmonar klapan yopiladi. Demak, qancha qorincha ichidagi qonni chiqishi qiyin bo'lsa yoki qorinchada ko'p qon bo'lsa, shuncha klapan yopilish qiyin bo'ladi. Demak, qorincha ichida qon qancha chiqish qiyin bo'lsa yoki qorincha ko'p qon bo'lsa, o'shanda klapan yopilish qiyin bo'ladi. Misol uchun bizda olaylik, masalan S2 tonda normal holatni ko'radigan bo'lsak, expiration, inspiration, ya'ni nafas olgan vaqtimizda, nafas olgan vaqtimiz, inspiration, nafas olganimizda mana bu qizildagi aorta klapan, mana bu pulmonar klapan. Aorta klapan demak birinchi yopiladi. Chunki u yerda bosim baland. Pulmonar klapan esa kechroq yopiladi, sababi u yerda bosim ancha past. Ya'ni qo'shimchasiga biz nafas olganimizda yurakka ko'p qon keladi. Ya'ni yurakni o'sha o'ng bo'lmasiga ko'p qon keladi. Preload oshib ketadi. O'ng bo'lmaga ko'p qon kelgandan keyin o'ng qorinchaga ko'p qon tushadi va o'ng qorinchada qon ko'paygandan keyin pulmonar yarim osmon pulmonar klapan yopilish shuncha qiyin bo'ladi. Boya aytdik-ku, o'sha qorinchada qancha ko'p qon bo'lsa, klapan yopilish shuncha qiyin bo'ladi. Natijada S2 ton demak ajralish holati yuzaga keladi. Bu normal fiziologik holat, ajralishi. Endi shunaqa kasalliklar bor. Bunda kasalliklar bor. Qaysi kasalliklarda demak yopilishi ancha kechikadi. Bunda misol uchun white splitting, ya'ni pulmonar stenoz bo'ladigan bo'lsa, agar
pulmonar klapanda o'sha stenoz bo'ladigan bo'lsa, yaxshi qon chiqmasa, o'ng qorincha qonni chiqarib berishga qiynalsa, klapan yopilish vaqti ancha uzayadi. Aorta yopilib bo'ladi, aorta klapan yopilib bo'ladi. Endi pulmonar klapan ancha kech yopiladi. O'shaning uchun split bo'ladi. Ayniqsa inspirationda mana qarang, orasi ajralib ketgan, nafas olganda preload yana ham oshib ketadi. Yurakka kelayotgan qonda hajm oshib ketish hisobiga bizda yopilish qiyin bo'ladi. Exspirationda ham demak ajraladi, lekin inspiration ya'ni nafas chiqarganchalik emas. Fixed wide splitting ham xuddi shu holat bo'ladi. Fixed wide splitting degani o'sha bunda fixed ya'ni o'zgarmas bo'ladi. Expressionda ham, inspirationda ham, ya'ni nafas chiqarganda ham, olganda ham bir xil bo'ladi. Nima uchun? Chunki ESDda, misol uchun atrial septal defekt, ya'ni bo'lmacha o'rtasida defekt bo'ladi. Bo'lmacha o'rtasida defekt bo'lgandan keyin chap bo'lmachadagi qon o'ng bo'lmachaga aralashib ketadi. Ya'ni preload demak, ya'ni old yuklama doim bizda ko'p. Nafas olsa ham, olmasa ham, chunki AZ bor, ya'ni atrial septal defekt bor. Nafas olsa, olmasa u defekt hisobiga preload doim oshib turgan hisobiga bizda S2 tonda demak ajralish bo'ladi. Ya'ni aorta birinchi yopiladi, pulmonar yarim osmon klapan, pulmonar klapan ancha kech yopiladi, sababi preload bu yerda yuqori bo'ladi AZ hisobiga. Paradoxal splittingda esa paradoxal splittingda bizda ya'ni bunda teskari ajralish, bunda уже birinchi endi pulmonar arteriya birinchi yopiladi, pulmonar klapan birinchi yopiladi, keyin aortic klapan yopiladi. Bunda qanaqa bo'ladi? Paradoxal splittingda nafas olgan vaqtida to'g'ri preload oshadi. Preload oshgan bilan bu asosan aortic stenozda bo'ladi, ya'ni aortic klapan agar o'sha yaxshi ochilib yopilmasa, stenoz bo'ladigan bo'lsa, bunda chap qorincha qisqaradi, qonni yaxshi chiqarib bera olmaydi. O'shani hisobiga bizda aorta chap qorinchadan aortaga qon chiqishi ancha kechikadi va klapan yopilishi ham kechikadi. O'shani hisobiga bizda birinchi pulmonar klapan, ya'ni o'pka klapani birinchi yopiladi. Yoki bo'lmasa left bundle branch block, ya'ni GIS o'ng oyoq blokadasi. GISni chap oyoq blokadasi. GISni chap oyoq blokadasi miokardni o'sha zonasida kardiomiotitlar yaxshi qisqara olmaganligi hisobiga chap qorinchada qonni chiqishi aortaga kechikadi. Kechikkanligi hisobiga klapan yopilishi ham kechikadi va o'shani hisobiga bizda demak paradoxal splittingda mana birinchi demak aortic klapan, pulmonar klapan birinchi yopilyapti, keyin aortic klapan yopilyapti. Asosan aortal klapan bilan bog'liq bo'lgan kasalliklardan aortic stenozisda va o'sha chap gis oyoq blokadalarida bu holat yuzaga keladi. Paradoxal splitting degan teskari demak ajralish degani. Demak, xullas bu yerda qisqa qilib aytadigan bo'lsak, agar pulmonar arteriya kengaysa, ya'ni klapanga urilib kengaysa, pulmonar arteriyalar klapanga urilib ton hosil bo'lish kechikadi. Qachon kengayadi bu holat? Agar o'ng qorinchada ko'p qon bo'lsa, ejection time oshib ketadi, ya'ni pulmonar arteriya qon chiqarish vaqti oshib ketadi va klapan yopilishi ham kechikadi. Ikkinchisi esa o'pkachidagi barcha tomirlar kengaygan bo'lsa, qon qaytib klapanga urilishi kechikadi. Asosan bu narsa o'sha inspiration bilan expression normada bir-biridan normani tushunib olsa, patologiyani tushunish oson. Normada mana ko'rib turibsiz, expression nafas chiqargan vaqtida splitting, ya'ni o'sha fiziologik ajralish uncha uzoq bo'lmayapti bir-biridan. Birinchi aorta, keyin uni ketidan darrov pulmonar yopilyapti. Lekin nafas olgan vaqtda birinchi aorta yopilib, o'sha splitting bo'lyapti, ajralish bo'lyapti. Bu fiziologik ajralish. Nafas olganda yurakka ko'p qon keladi, chap bo'lmacha ko'p qon keladi, chap qorinchada ham ko'p qon bo'ladi. Shuni hisobiga aorta pulmonar klapanga orqali pulmonar arteriyaga chiqib, o'sha klapanga urilib ton chiqquncha, ovoz chiqquncha orasida ajralish holati yuzaga keladi. Demak, tonlar qisqacha mavzusi shu edi. Buni tushunib olish uchun qayta-qayta videoni ko'rib, qayta-qayta eshitib ko'rib, amaliyotda qo'llasa osongina ajratadigan bo'lasiz.
Bizlarni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.